ba'zida hayotimizdagi katta o'zgarishlar qachonki salbiy fikrlarni qo'yib yuborib, atrofimizdagi kichik go'zalliklarga e'tiborliroq bo'lganimizda boshlanadi. Hech sezganmisiz? Birisi yomg'ir yog'gandan sevinib, uning ostida raqsga tushishni boshlasa, birisi esa bugun mana shu yomg'ir tufayli uning kayfiyati yo'qligi haqida gapiradi. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Kumush va bugun siz bilan biroz bo'lsa ham negativ fikrlardan xalos bo'lib, biroz bo'lsa ham hayotga pozitiv ko'z bilan qarash haqida qisqagina suhbat qilamiz. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, videoga like bosib, yoningizga choy, kofe tayyorlab bemalol joylashib olishingiz mumkin. Men esa suhbatimizni boshlayman. Kimda qanaqa bilmadim, lekin negadir menda aynan pozitivlik so'zi shukur keltirish so'zi bilan uzviy bog'liqdek tuyuladi. Balki sizlarda ham shunaqa bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Lekin negativ so'zi noshukurlik so'zi bilan bog'liq emas, sababi bu emotsiya ham bizga Alloh tomonidan berilgan in'om. Alloh bizdan sun'iy bo'lishimizni, notabiiy bo'lishimizni talab qilmaydi. Bizga mana shunaqa har xil hissiyotlarni berib yaratgan va bu hissiyotlarni hammamiz har xil yashab o'tamiz. Bilasizlarmi, negadir hayotimizdan negativ fikrni butunlay olib tashamaymiz. Shunaqa knopka yo'qki, bo'ldi, men negativ fikrlamayman degan. Negativ fikrlar har doim bizning hayotimizda bo'ladi va bu normal hol ekan. Sababi biz yashayotgan hayot ideal emas, unda doim muammolar bo'ladi. Global muammolarni oladigan bo'lsak, aynan hozirdagi havo yomonligi, yo'l tiqinchligi, probkaligi, odamlar yomon bo'lib ketgani, narx-navoni oshib ketgani va ichki muammolarga qaraydigan bo'lsak, hammani o'zini oilasida, ish joyida, o'qishida o'ziga yarasha muammolar bo'ladi va biz bu narsani har doim kimgadir aytib berayotganimizda, gaplashayotganimizda yoki o'zimiz bilan o'zimiz fikr yuritayotganimizda negativ fikrlarni olib keladi. Bu muammolarni yashira olmaymiz. Ayniqsa global muammolarni va hamma narsaga chirt ko'zimizni yumib, hamma narsa yaxshi, hamma narsa joyida deyishlarni ham maslahat bermoqchi emasman. Chunki bu hayot shunaqa pozitiv va negativ fikrlardan tashkil topgan bo'ladi va bu narsani oddiygina bizani fikrimiz boshqarar ekan. Negativ fikrlar yo'qolib qolmaydi, lekin ularni qaysidir ma'noda boshqarish mumkin. Qanaqa boshqaraman desanglar, har kuni bitta narsani gapiraverish bu sizning muammongizga yechim bo'la olmaydi hech qanaqasiga. Biron bir muammoni tashqariga olib chiqish boshqa narsa va uni har kuni takrorlab shikoyat qilish butunlay boshqa narsa. Terapevtimning menga bergan ajoyib bitta maslahati bor va u seni qo'lingda bo'lgan narsalarga e'tiborli bo'l va sen boshqara olmaydigan narsalarni shunchaki qabul qil. Bemalol bu narsani biron bir joyga yozib olishingiz mumkin. Sizning qo'lingizda bo'lgan narsaga e'tiborli bo'ling va siz boshqara olmaydigan narsani shunchaki qabul qiling. Misol qilib aytadigan bo'lsam, havoni tozalashga bizlarning 100% kuchimiz yetmaydi. Iqtisodiyotda ham to'g'irlashga bizlarning kuchimiz yetmaydi. Narx-navoni o'zgartirishga ham, chunki u do'kon bizlarniki emas. Va dunyodagi hamma odam yaxshi odam qilib qo'ya olmaymiz. Albatta qaysidir ma'noda foydamiz tegib bu narsalarni yaxshilashga harakat qilishimiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, aynan negativ fikrlar bu narsani qayta gapirib, faqatgina muammoni o'zini yechimsiz, muammoni o'zini qayta takrorlash bu narsalarni tuzatib qo'ymaydi. Bizning fikrimizni qanaqa boshqarishimiz mumkin? Nimani gapirsak, biz atrofda shu narsani ko'ramiz. Nimani ko'rsak, miya aynan shuni qabul qiladi. Men doim biron bir narsaga negativ qaraganimda, jahlim chiqqanda, g'azablanganimda bitta video hayolimga keladi. Agar videoni topsam albatta qo'yaman. Mana shu gapimdan keyin jahli chiqqanda, g'azabingiz kelganda mana shu videoni eslasangiz, pozitiv fikrlashingiz juda ham osonlashadi. Men misol uchun menda hozir aynan mana shu vaziyat bo'lyapti degan narsani qabul qilaman va pozitiv fikrlashim oson kechadi odatdagidan. Videoni siz ham ko'rib, undan keyin o'z fikringizni izohga yozib ketishingiz mumkin. Vous pouvez pas dire pardon? Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde.
Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Les deux, monsieur. Moi, je prends un café, je pense. Mais Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de Je t'appeler. peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2? Non, mais c'est pour être proche du chauffage. C'est pas possible. Mais monsieur, il y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, il y a personne. Oh, viens, on va aller bouger. Ah, encore vous? Tenez. Ana endi global muammolarni biroz chetga suramiz va haqiqatda o'zgartirish kirita oladigan hayotimizdagi negativ narsalarni gaplashamiz. Ya'ni o'zgartira olamiz. Haqiqatda 100% qo'limizdan keladigan narsalar haqida gaplashamiz. Bu eng asosiysidan bittasi ijtimoiy tarmoq. Agar ijtimoiy tarmoqlarda negativ narsalar ulashuvchi odamlarni kuzatsanglar, unaqa odamlardan atpisatsiya bo'lib ketishinglarni, unaqa odamlarni kuzatmasliginglarni kerak bo'lsa zablokировать qilishinglarni maslahat beraman. Ba'zi bir sahifalar bo'ladi, u odamlarga obuna bo'lmagan bo'lasiz, lekin lentangizda chiqib kelaveradi. Shunaqa vaziyatlarda bemalol siz u odamni ana o'sha kanalni yoki shunaqa kontentlarni chiqmasligi uchun пожаловаться bosishingiz mumkin, zablokировать qilishingiz mumkin yoki menga qiziq emas tugmasini bosishingiz mumkin. Bu juda ham oddiy narsa, lekin hayotingizga juda ham ta'sir qiladi. Men o'zimni ko'pincha lentamni tekshirib turaman, nimalarni ko'ryapman kun davomida, nima menga negativ fikrlarni beryapti, nima meni jahlim chiqishiga olib kelyapti. Shu narsalarni analiz qilishni o'zim yaxshi ko'raman va analiz qilganimda, shu narsalarni to'g'rilaganimda negativ fikrlardan uzoqlashganimni juda ham yaxshi sezaman. Birinchi ko'rganingizda bunaqa negativ temalarni olib chiqadigan, so'kinib chiqadigan kontentlarni ko'rganingizda boshida qanaqadir yoqtirmaysiz, o'tkazib yuborasiz yoki voy biram xunuk kontent ekan deb o'tib ketishingiz mumkin. Lekin siz uni qayta ko'rganingizda bu sizga normal holatga aylanadi. Kimdir so'kib chiqishi, bir-birini haqorat qilib chiqishi, bir-birini obro'sizlantirib chiqishi bu normal holatda qabul qilishni boshlaymiz va ko'p o'z belimda kuzataman. Misol uchun ikki odam urushayotgan bo'lsa, ana shu odamlarni muammosiga qiziqishadi, vaqtini behuda sarflashadi. O'rtada aloqador bo'lmasangiz ham shunchaki qiziqib, oxiri nima bo'lar ekan deb kuzatishingiz mumkin. Lekin sizni ishontirib ayta olaman, bu narsa toma-toma sizni ongingizga, fitratingizga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Va yana bizga negativ beradigan narsalarimiz bu qo'shiqlar, musiqalar. Qanaqa musiqa tinglasak, shu narsa bizga ongimizga ko'pincha singadi o'zimiz bilmagan holatda. Men juda ham подростковый vaqtimda siqilgan ashulalar eshitardim. Ichida so'kingan musiqalar ham bo'lishi mumkin yoki hattoki shunaqa musiqalar ham bor. Allohga shirk keltiradigan va hokazo. Albatta eshitayotgan musiqangizni Googledan kirib, ana o'sha ashulani ma'nosini o'qib ko'rishingiz mumkin, lekin juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Sababi biz ko'pincha qo'shiq eshitganimizda birgalikda xirgoya qilamiz. Bu og'izdan tilimizdan chiqayotgan narsa xuddiki affirmatsiyaga o'xshaydi. Aytishadi-yu, gapiga, so'ziga farishta amin deb aytishadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Albatta o'ylang, har kuni men baxtsizman, men yolg'izman degan qo'shiq misralarni ingliz tilida yoki rus tilida qayta aytamiz. Bu shunchaki havoda qolib ketadi deb o'ylaysizlarmi? Albatta yo'q. Bu narsa bizning hayotimizga o'z ta'sirini albatta ko'rsatadi. Shuning uchun hammadan so'rab qolardim, eshitayotgan qo'shiqlaringizga e'tiborli bo'linglar, tarjimalarni Googledan, Safari'dan o'qib ko'ring.
deylik, chunki tilimizdan chiqayotgan har bitta so'z shunchaki havoda qolib ketmaydi. U yoki amalga oshadi yoki o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu mavzuni yana ham uzoq gapirishim mumkin edi, lekin video cho'zilib ketadi. Shuning uchun hozir oxirgi misol bilan sizlarga yakuniy qismni qilmoqchiman. Va bu eng asosiy narsalardan bittasi o'zimizga o'zimizni negativ izoh berishimiz. Bu juda ham miyamizda negativ fikrlarni to'lib toshishiga yordam beradi. Bu qanaqa desak, men ahmoqman, men aybdorman, men o'zim jinniman degan frazalar leksikamizdan bu narsani butunlay olib tashlashimiz kerak. Misol uchun o'zim ham yaqin orada shunaqa bo'lganman. O'zim ayblardim, lekin bu juda ham noto'g'ri narsa. Ya'ni hech kim mukammal emas. Hammamiz qoqilib biron bir xatoni qilibgina o'samiz. Shu sababli o'zingizdan mukammallikni talab qilmang. O'zingizga nisbatan yumshoqroq bo'ling. O'zingizga nisbatan pozitiv fikrda bo'ling. Video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang va izohlarda keyingi safar qanaqa mavzularda yana gaplashgan bo'lardinglar men bilan. Choy va qahva ustida shu haqida yozib qoldirishinglar mumkin va sizlar bilan keyingi videogacha ko'rishguncha xayr deb qolaman.